Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Asakabank AG Termiz BXM tomonidan moliyalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. Loyiha Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Ovchi MFY hududida joylashgan 336-299-38-17 konturlarda tashkil etilgan. Maydon hajmi 13,3 gektar bo'lib, ushbu hududda piyoz ekin turi ekilgan. Hozirgi vaqtda ekinlar pishish bosqichida. Ekinlarni yetishtirish muddati 70 kundan 90 kungacha. Parvarish jarayonida sug'orish ishlari olib borilmoqda hamda mineral va organik o'g'itlardan foydalanilmoqda. Loyiha Asakabank AG Termiz BXM tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda. Loyiha doirasida 26 ta dehqon xo'jaliklariga o'rtacha 0,51 gektardan yer maydoni ajratilgan. Loyihani tashkil etishda Abdurasulov tomorqa xizmat MChJ ishtirok etmoqda. Rejaga ko'ra har bir gektardan 35 tonna, jami 465 tonna hosil olish kutilmoqda. Loyiha Asakabank tomonidan belgilangan reja asosida monitoring qilinmoqda.